Opam? Ona ergatikka opam kelyapti. Trevoga! Ha, televizor katta olib ketmasini kerak. O'tgan safar kansang dop ketdi opam. Ha, yopishtiring unda. Kosani soldim, cho'mit soldim. Dazmol qani? Patolka. Mana buni skochla. Aka belgizma ketdingizmi? Mana ilib qo'yibman-ku mana. Ona u ishlamaydi-ku, nima qilasiz? Unga farqi yo'q, ko'tarib ketaveradi. Nima qilyapsan? Film bekityapman, o'tgan safar olib ketib qolganlar. Men markini ham bekitgan. Ona mahalla kalosini og'zi bizga nima kerak? O'tgan gal olib ketgan ekan. O'ldik mahalladan gap eshitib. Oping kelib ketsin, keyin olib chiqib qo'yamiz. Ana shunday xotasini olib keta olmaydi-da. Ana bilan ham xotin o'rtasiga ur. To'g'rani bekit! Suv! Qo'yla qani? Cherdakka tiqmardim. Sigirlar podvalga tiqib borgin. Nashtat ko'klarim bekitay, o'tgan safar olib ketib qolgan. Assalomu alaykum mening mehribon oilam. Qizim, ke. Qaranglar, qaranglar. Opajon, hech narsa yo'q. Dehqonchilik o'zimizni bog'dan. Termiz. Voy, aravani skotchlab qo'yibsizlar. Qani? Nashtat bor ekan-ku. Bu onamlarniki, opa bering. Qo'shni lapotkalarni olib chiqdim. Bu kelibdi-ku bu. Voy! Zo'r ketdi-da. O'ylaringizda ham hech narsa qolmabdi-ya, ona. Ketavergan uyingga o'zi hech narsa qolmagan. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Mayli, yaxshi bor. Ketdi. Sovuq qaygoncha qani? Sizga sovunimni ham olmanman-da, mayli, bu safar olarman. Hech kim joyidan qimirlamasin, hammani qo'lga olinglar. To'xta. Bo'ldi. Qimirlama. O'zi zo'rroq qimirlagan edim. Onalarni himoya qilish jamiyatga yetib keldi. Uyalmaysanmi shunaqa narsalar qilgani? Men bu yo'lga adashib kirib qoldim-da. Tekshiring. Toza. Siznikimi? Ha, bizning oshxonamizdagi kartoshka. Oyijon, kechiring. Qizim nimaga yerga tekkandan keyin haddi bizning uyga kelib narsa olib ketaverasizlar. Majbur bo'ldim telefon qilishga. Bu meniki uyimdan olib kelganman. Bo'ynimga qo'yaman deb o'ylamang. Baribir tan olmayman. Ko'ramiz. Ekspertiza xulosalariga ko'ra piyoladagi barmoq izi onaga tegishli. Piyola onaniki. Dadasi chiqing, qizlaringizni urishib qo'ying. Nima degan gap bu? Aman chiqolmayman, o'tgan safar kiyimlar olib ketdi bular. Sizga kichikindiki o'zga beraman deb. Voy, meni sho'rim qursin. Nima degan gap bu? Roman chalqadi. Mana bumi xola? Onayizor, men bu ishni bilmay qildim, onajon. Men topchigan? Ikkinchi poy qani buni? Mana xola hamma qo'shiq yelkalarga chip o'rnatdik, endi qayerdalar ko'rinib turadi bemalol. Rahmat o'g'lim, yaxshiyam sizlar bor ekansizlar. Olib chiqing jinoyatchilarni, biz bor ekanmiz, hech qaysi erga tekkan qiz o'z uyida narsa olib keta olmaydi. O'tlining til qattiq qopti ekan. Qaytib bunaqa narsalarni yutmang. Oshqozonga zarar bu. Kerakli buymaydi-da. Ona apam kelibdi jiyanlar bilan ko'p chirganman. Jiyanlaring bilan qo'shlaring. Hormanglar. Ulgurmadik. Hujumga! Qayt. Qazonga tegma qo'ling bilan. Seni yaxshi ko'radi-da, shunga shunaqa o'ynaydi. Suvda o'ynaman, men qattiq qo'l tog'aman, tushundingmi? Agar bir jahlim Jiminglar. Telefonim joyiga qo'y. Telefoningiz boshdan qolsin. Nilufar chiq yordam ber. Aka, menga ham osonman, tushuning. To'xta, buni qaydan oling buni? Kapelisi olayotgandim olib ketdi, ketirib ber. Qo'shni, qanisiz? Ketmol zo'l keldim. Qo'shnim aka. Ya, bolajonlar. Qo'shni bekor bugun kelingizlar, jiyanlarim kelgan uyga. Nimaga bolajonlar, yaxshi-ku? Yemi. Ketma qani. Barak go'sht deyman, qochamiz, hayma. kelishdik. Barak go'sht. Davay, ket.
Qizim qayerdasan? Ukalaringni dabdalasi chiqdi. Ona, men ishonch do'konidaman. Bu yerda 30-dekabrgacha istalgan mahsulotni xarid qilsangiz, xaridingiz summasi 3 million so'mgacha bo'lsa, bitta sovg'a. 3 million so'mdan yuqori bo'lsa-chi? Unaqada ikkita sovg'a berishar ekan. Bo'lmasa menga ham ol, lekin tez qayt. Xo'p, ona. Yana kim to'polon qilsa shunaqa yopishtirib qo'yaman. Bu yomon hamma joyga og'riydi, yo'qda. Ona, ukalarim yaxshi o'tiringlar. Xayr. Sog'ba, mayli ha. O'rtancham qani? Chelakda taq-taq qilib o'ynama, men jahildim. Opa, spartikam berib ketmani. Voy, senga kichkina bo'lib qopti-ku, pochchangga borib beraman. Pochchang deb ishlasam qolmadi-ku. Uyalmaysanmi? Sen tug'ilganingdan bir senga narsa olamiz. Uyga kirib yo'qa gaplashamiz. Opa, sen 20 yil biz bilan yashagan bo'lsang, bog'cha puliga 120 mingdan ketgan. 3 yilga 4320 bo'ladi. Maktab formang 2 milliondan o'rtacha 9 yil 18 million. Kontragting 9 million 800, 4 yilga 39 million 200. Yo'l kirang 5000 bo'sh 5000 kelish. 1 yilga o'rtada 2 oy kanikul-ku. Mayli, 10 oyga 3 million 50 ming, 4 yilga 12 million 200. Oho! Pampers oyiga 120 dan yiliga 1 million 440. 6 yilga 8 million 640. Go'sht 120 ming. Har kun 100 gramdan yesang 12 million 365 kunga 4 million 380 ming. 20 yilga 87 million 600 ming. Tug'ilganimdan beri go'sht yemagandirman. Xohlaysan hozir yegan kashalaringni hisoblab beraman senga. Qo'shni bir marta men lapotkani sindirgan 35 ming. Qo'sh. Voy, amaki. Qo'shinglarda nima? Maktab derazasini sindirgan, shuni ham 47 mingga qo'ydirganmiz. Ana endi katta rasxod, to'y, divan, kreslo, choynak, piyola, ko'rpacha, yostiq, qazon qirayqon, sumcha, udritil hammasiga 80 million ketdi. Sanga shu paketda shuncha pul ketgan. Men hali tirnoq, sochini shpaklovkalarni qo'shmadim. Yeb ichganingni qo'shganlarimiz yo'q. Maktabdagi remont puli, bayram uchun salonga borganiga bitiruvchi degan lentacha uni qo'shmadim. Gaz, svet, ichimlik suv, klavatlarni qo'shganimiz yo'q. Menga unay qarama qizim, prosta hamma kiyimimizni olib ketgansan, biz yurimiz bilan. O'zing ham o'qishda o'qiysan-ku, bu ham rasxod. Hey, men detimdan 50 balim bor edi. UBSga talaba bo'ldim. Kontraktlari hamyon bo'lib, talabalarga ta'lim kreditlari ham beradi. Tem bo'lib sinfdoshlarim bilan birga borganman, 10% chegirma qilib bergan kontrakt. Bo'lmasa men ham topshiraman. Topshirsan tezroq bo'lib topshirgin, chunki qabul imtihonlar yaqinga tugaydi. Ulguraman, ha? U lapotka 41 ming, ketdi bu. Aka, men keldim. Ha, ke, o'zi kim kelakan deb o'tgandik. Aka, esingizdan mashta faqat qo'ylashmacho'la o'ynardik-a? Ha. Albay ko'p gapirma, hozir boshlangan mashina o'tib pachaq bo'lasan. Odam cho'pla sindiq biz ham asabga tegma, o'chara odam. Asab qilma odamni. Otaman dedim. Sonu, asabimga tegma, masaga deyman. Aka, shu mahalladagilar aqli-noqligimizga rosa havas qilishardi. Hech urishib talashmagan ekanmiz aka. Yo'q. Urushma! Ikkalaring dastingda mahallada tinchlik bormi? Sen ko'zing yo'laymi, kichkina ham jim o'tir. Ana shu bosh debdaman. Baqirma, to'g'ri tur. Bunday qil, to'xta. Urushma deyapman men senlarga. Qaytib urushganingni ko'rmay, to'nni ichiga qamab olib uraman. Tushundingmi? Ambulatoriyaga admin qilaman. Bakar itingni o'ldirib qo'yaman hozir. Shu xonada beg'uborlarcha uxlaydi, uyg'onib ketmasin deb sekin eshikni yopib qo'yardim. Esizdami aka? Aka, uyg'oning. O'zing bilasan. Baqa keling. Tug'ilgan kuningizda ovqat qilib berganim esizdami? Hamma mazza qilib maqtab yegandi-ya. Xudoga shukr. Nima bo'lo qildingsan, uxladingmi, nima bo'lo? Ha, chiqdim-ku dada. Qasamsan. Ulgurmadim o dada. Nima bo'lib pishirgan bu singling? Opa, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Voy, uyimdagilar. Erga tekkan ekan, bizdan eslamaysiz, o'zimiz keldik sizni ko'rgan uyingizga. Shahboz aka, bu bizani keligimizmi? Yo'q-e. Voy, mana ismlari ham yozilgan-ku. Bizaniki o'g'li buni, bizaniki bu. Oyi, bizani uydagi lyustrami bu? Qizim, biz uyda fonar yoqib o'tiribmiz. O'xshasa kerak, ona. Bizani uydagi massaj qilaykoncha. Yo'q-e. Mana. Bizaniki orqasi yo'q. Oyi, bizani uydagi lagan bu. Qizim, biz osh qilsak qozonda yeymanmi? Kep qolganda, ona. Shahboz aka, ketmoningizni topdim. Men san protestchini topdim. Meniki bu. Kene bu qand qo'yadigan idishimizmi? Ha, xuddi o'zi bizniki mana ikkita guli ham bor. Onam bergan buni, onamdan yodgorlik bu. Qizim, o'zi buni qidirib yurgandim. Ona. Dada, opam oshxonasidan mashinangiz farasini topdim. Men ham zapas bo'landi tavdim-ey. Buvi, ketganlarim shu yerda ekan. Go'zal, bu siz takchingizmi? 46 razmermi? Meniki izlab yurgandim. Yalanga yo'q. Dada, rulingizni ham topdim. Opani asoslaringizni olib keldim. O'tkar, men nasasim-ku bu. Adasi, sizni sho'rsingiz. Ukamga kichkina erim kiyadi. Bizani nasib yetilku. Bizani nashtab soqaq bo'la, opa. Anorligi. Ha? Sumkamni bir chetiga qo'shilib ketdi-da. Sumkizim katta ekan, ha? Endi uyga bora qolinglar, yana kelarsizlar.
Ana bu velkomedaroshkacha bizanikiga olib ketaman. Joyiga qo'y uni. Voy, hovlilarni o'rsib ketganini keling, ertaroq turib tozalasangiz bo'lmaydimi? Opajon, oldida uyg'onib, hamma yog'i top-toza qilib tozalab qo'yaman. Men qizlik paytimda mana shu hovlida ertalab to'rda turib, xo'rozni uyg'otib, keyin boshqa ishlarimni qilardim. Aytinglar. Bayat opa, Granatami? Boshqa iloj qolmadi. Ona bunizga foydasi yo'q. Siz nimadir pishirganda qo'shnilarga ham ilining. Ha, olib chiqyapman, opajon. Men qizlik paytimda nima ovqat qilsam qo'shnilarga ilinardim. Hamma meni yaxshi ko'rardi, qo'ling shirin deb. Aytinglar, men qanaqa ahil edim qo'shnilar bilan? Sen menga o'rgatma nima qilishni. O'zim bilaman nima qilishni, tushundingmi? yordam bering. Sil ona, opa tur. O'zingni biza tomonga supurma dedi, o'zim bilaman qaqis purishdi. Ovqat qilishni qayerda o'rgangansiz? Men shunaqa mazali ovqatlar qilardim, o'ng qo'limni o'ynatib. Butun mahalla orqamdan ovqatimni maqtab yurardi. Shogirdlikka oling deb. Maqtanglar, gapiring, ayting, so'ylang. Xola sizga nima qildi? Ko'zingizni oching, o'zim qutqarib qolaman. Nima bo'ldi xolaga? Opam qilgan ovqatni yeganda keyin shunaqa bo'lib qoldi. Ikkinchi marta shunaqa bo'lishi, opingiz ovqatini xolaga bermang dedim. Atravlina bo'ladi. Zo'r ketdi-da. Buncha vahima qilasizlar. Zo'r ovqat qilaman-ku men, tavba.